Soch to'kilayotganlar uchun aptechniy retsept beraman. Bu ya'ni ishlaydiganlar, lekin vaqti kam insonlar uchun bu ideal yechim bo'ladi. Bu nomi Isfitsin. Buni hali eshitmagan bo'lishinglar mumkin. Buning tarkibida juda ko'p minerallar va B kompleks bo'lganligi uchun bu nima qilib beradi? Birinchi navbatda sochga kislorod beradi. Sochda qon aylanishini yaxshilaydi va tarkibida minerallar, B guruh vitaminlar bo'lganligi uchun soch follikularga oziqa beradi va bu bilan soch to'kilishi to'xtaydi va mayda sochlar o'sishni boshlaydi. Yana bitta sekreti bor. Agar siz buni nikotinli kislota bilan birgalikda ishlatsangiz, bunda natija tezroq bo'ladi. Chunki nikotinli kislota ham bilasiz, qon aylanishini yaxshilaydi va soch to'kilishiga katta yordam beradi. Buni qanaqa ishlatamiz? Kechasi sochingizni yuvgandan keyin shunchaki surib qo'yasiz. Bu yuvilmaydi, umuman hidi yo'q. Demak, bemalol ertalab ham sochingizni ildiziga surib ishga ketsangiz bo'ladi. Bu ayniqsa ishlaydiganlar, retsept tayyorlashga vaqti yo'q insonlar uchun ideal yechim va natijasini bir oyda ko'rasiz. Yana bitta narsa, buni tarkibida vitaminlar bo'lganligi uchun nafaqat soch to'kilishini to'xtatadi, soch o'stiradi, plus oqargan sochlarni ham qoraytirishga yordam beradi. Bu tajribadan o'tgan.